Minecraft olamida hech zamon nima bunaqa narsani ko'rgansizlarmi? Ko'zim ochib yumishim. Bunaqa narsani endi qurib chiqamiz-da endi. Sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. O'tda bo'lsa men o'zimni yangi skinimni ko'rsatmoqchiman. Bu skinim o'zim skinim. Qaytib kelgan. O'zim yangi bitta skin sotib olganman. Ketdik, mana ko'rishni boshlaymiz. Mana. Do'stlar, birinchi navbatda mana bunday bitta blok qilamiz. Endi buni 6 ga 6 qilishimiz kerak. 1 3 mana 6. Endi 2 3 4 5 6. 6 ga 6 qilamiz va ichini to'ldiramiz. Mana endi ichini to'ldiramiz. İçini to'ldirib oldik. Endi bizga kerakli narsa bu lyuk. 2 blok naridan qilishimiz kerak. Mana. Keyin qora rangni olamizda bayroqga, oq bayroqga ana chizamiz mana. Mana. İşimizin yarmi tayyor va og'zi va mana mana do'stlar, mana xuddi shunaqa narsa. Wow. Ko'rishingiz mumkin. Biz o'tda bo'laylik. Sizlarga ham men o'zimning yangi skinimni ko'rsataman. Telegram kanal ochmoqchiman, lekin qanday ochilishini bilmayapman. Men o'zim ishlatadigan hamma modlarim, lekin shunga tashlab bormoqchi edim, qanday ochilishini bilmayapman. Hammaga xayr.